Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Qalbdan qalbga nomli programmamizda 11-sonni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu muborak Ramazon oyining har bir kundan boshlab har kuni iftordan burun huzuringizda bo'layotgan programmamiz xilma-xil temalar bilan davom qilyotdi. Allah subhanahu va taoladan bu go'zal muborak oyda qilgan barliq amallarimizni qabul qilishini, shundaqla mushu programmalar, darslar jarayonida öğrengen, bilgen bilimlerimizge amel qilish nimetini ato qilishini Allohdan tuvanchilik bilan so'raymiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi aziz mehmonimiz e'lonimizdan bergandek har doim mayli diniy programmalar bo'lsin yoki boshqa istiqlolning programmalarida o'zining qimmatlik bilimini sizlarga taqdim qilib kelayotgan hurmatli ustozlarimizdan Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi, hozir Avstraliyada yashayotgan hurmatli ustoz Abdusalom olim taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif programmamizda qabul qilib berganligi uchun ko'p rahmat aytamiz oldindan. Rahmat, Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz, shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr, taklif bo'lsa berishinglarni, savollar bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugungi temamiz bo'lsa, e'londa bergandek tafakkur haqida to'xtalganligimizni e'londa bildirgan bo'ldik. Albatta bir mu'minning hayotida, ya'ni Qur'oni Karimda biz shunda Qur'onni varaqlagan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo Qur'onning har bir so'zi aslida har bir mu'minga, Rasulullohga nozil qilingan bilan har bir mu'min shuning qurlarining ichidan Rabbim menga nimani xitob qilyotdi, nimani mendan talab qilyotdi, nimani mendan cheklayotdi degandek mu'minga xitob aslida u. Nimaga buyurgan bo'lsa shuningga agishishimiz, qilishimiz, chekliganlardan yenishimiz kerak bo'lgan masalamda. Qur'oni Karimda shunchavala minglagan oyatlarda tafakkur qilishga, koinot haqida so'zlagan ekan, albatta Rabbimizning buningdan biz mu'minlardan kutadigan ajoyib buyuk bir nimasi bo'lsa kerak. Ya'ni buni hargiz sababsiz holatda bundaq tilga ilinib qolishi mumkin emas. Tafakkurning foydalari, tafakkurdagi Qur'oni Karimdagi bunchavala ko'p zikr qilinishining hikmatlarini inshaalloh bugun ustozimizdan anglab o'tamiz. Hurmatli ustoz, programmamizga kirib ketsak unda bo'lsa, oldi bilan shu Qur'oni Karimda tafakkurga biz mu'minlarning bunchalar ko'p buyurilishidagi sabab nima degan savolga kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlaymiz. Avval Alloh subhanahu va taologa hamd va sano aytamiz. Allah'ın birlik ve barlığa guvalık verimiz, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Allah'ın peygamberi ve Allah'ınki kulu ikenliğe guvalık veriş bilen birge. Bugünkü muşu ulu mübarek dakikalada Ramazan ayında kitabatımız Allah subhanahu ve ta'ala'nın bizni hayatımızda yeni bir Ramazan'a yetiştirip yeni bir Allah subhanahu ve ta'ala kulçılık kılışqa bizge fırsat bergen Rabbimizge şükür eytimiz. Yani muşunun üzerindeki qanchalik biz üçün fayda ekanligini tushunish, muşunun üstüde mulohaza qilish, tafakkur qilishning o'zimi biz mu'minlar uchun intayin cho'ng muhim ibodatning bir qismi. Xo'sh. Endi tafakkur demak Qur'oni Karimda tafakkur so'zi tadabbur so'zi bilan keladi. Ta'qilun, ya'ni o'ylamamsizlar degan so'zlar bilan aqlinglarni ishlatmamsizlar degan so'z bilan keladi. Afala yanzurun, qarab baqmamdu degan, nazar sammamdu degan mazmunlar bilan keladi. Endi bizning bu o'zimizning tilda aytgan vaqtida tafakkur qilish demak aqlimizni o'z loyig'ida bir maqsadga yetish uchun yoki bir haqiqatni tushunish yoki uni qabul qilishni tafakkur qilib o'ylanib, uningdan menga nima xitob qilinyapti, menga buningdan nima savoqlar yoki nima chaqiriqlar mendan kutilyapti deganga o'xshash narsada o'zimizning Alloh bizga inom qilgan aqlimiz, idrokimizni to'g'ri iste'mol qilish demakdir. Va Alloh subhanahu va taoloninki insonlarni butun maxluqotlarning ichida eng yuksak, eng fazilatli, eng isli qilib yaratishidagi hikmatini biz mana shu tafakkurdan ko'ra olamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu insondan iborat bo'lgan bu maxluqni uning aql, farosat berish orqali, uning idrok ato qilish orqali, uni tafakkur qila oladigan, oq qarini farq qila oladigan, haq bilan botilni farq qila oladigan ve şundakla Allah onunla inom qilib bergan, ko'rsatgan yo'l bilan o'zininki kimligini
yashash maqsadini va shundaqla qayerga ketayotganligini tafakkur qila oladigan shundaq bir isil bir maxluq ekanligini Alloh bizga Qur'oni Karimda uqtirdi. Shunga Qur'oni Karimning kitoblarining hammasi insonlarga qaratilgan vaqtida garchi u Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruq bo'lsin yoki Alloh to'sqan nahiy qilingan ishlar bo'lsin, hammasida bizning aqlimiz bilan, idrokimiz bilan tafakkur qilish orqali bu Alloh menga bir ishni buyuribdi, nima uchun buyurdi? Bir ishni to'sqan bo'lsa, Alloh meni nima uchun buni to'sdi? Buningda menga keladigan foyda nima, menga keladigan ziyon nima degan bu o'xshash hamma narsani tafakkur qilib turib, Allohga qulchilik qilish mana bu ibodatningki, Allohga qul bo'lishninki eng yaxshi va eng yuksak taraflari hisoblanadi. Shunga buni Qur'oni Karimningki butun oyatlari, ya'ni 6200 yaqin bo'lgan Qur'oni Karimning oyatlarining ichida taqriban 1300 oyat, ya'ni 5ning bir hissasi Qur'oni Karimning umumiy oyatlarining hammasi koinotdagi alohidlik, Alloh subhanahu va taoloning qudratini namoyon qiladigan va shuningga insonning aqlini tafakkur qilishini shuningga chaqirib qiladigan oyatlar. Xo'sh. Demak biz bu nuqtadan qaraydigan bo'lsak, har qanday bir narsa ko'p iste'mol qilinsa, takrorlansa, buningda bir alohida bir maqsadning borligi bundan chiqadi. Demak, albatta Qur'oni Karimda bizni tafakkur qilishga chaqirib qiladigan oyatlarning ko'pligi va Alloh subhanahu va taolo buni orqa-orqadan bizlarga o'xshamagan shaklda bayon qilishi bizning mush aqlimizni Qur'oni Karimni o'qib, ma'nosini tushunib, bu haqda o'zimiz tafakkur qilib, natijada Alloh subhanahu va taologa haqiqiy qul bo'lish, Allohning go'zal ism sifatlarini tushunish va Alloh subhanahu va taoloning yaratgan koinotlarga qarash orqali Alloh subhanahu va taolo bir tarafdan qudratini tushunsak, yana bir tarafdan bizning Alloh oldidagi majburiyatimiz va mas'uliyatimiz, bizning haqiqiy qulchilik qilishga bo'lgan o'rnimizni qayta Alloh subhanahu va taolo bizga eslatadiganligini biz bundan ko'rib tushuna olamiz. Albatta, masalan Qur'oni Karimda ilgirki ummatlarning voqealigi bayon qilinadi. İlgiri xatolashganlarga Allohning qanday jazo berganligi, yaxshi yo'l manganlarga Alloh qanday mukofotlarni va'da qilganligi va shunga o'xshagan bizga nisbatan bizning shariatimizda bizga buyruqlar va to'sqan nahiylar, uning hammasi musulmonlar uchun, mu'min uchun bo'lsa, bir tafakkur qilib buning uchun buningda menga bo'ladigan foyda ziyonning nima, buning hikmati nima degan narsani o'ylanish, bu mu'minningki Alloh subhanahu va taologa qilgan qulchiligini eng yuqori yuksak bo'lgan bir holati. Shunga Qur'on Payg'ambar alayhisolatu vassalam mu'minningki ibodatini ikki xil bayon qilib, ya'ni bir abid bo'ladi, ya'ni u qilmasdilla shu qarg'ularcha amal ibodat qiladigan. Chunki ya ota-onamdan o'rgandim yoki mushundaq bir sharoit yashab-tama, namoz o'qish bu ota-bobomdan qolgan meros bir udum bo'lib mushundaq yashab ketdimi degan nazariya bilan, mush tushuncha bilan namoz o'qiydigan insonlar bor. Ammo buni tushunib turib, bu namozningki farz qilinishligi hikmati nima? Buningda menga keladigan foyda nima? Qur'oni Karim menga namoz o'qishni buyurgan vaqtida mendan nimalarni talab qiladi degan nuqtalarni tushunib turib, uning ustida tafakkur qilib qilgan namozningki osmon zamin farqi bor. Shunga bir abidningki bir olimning, ya'ni bu tafakkur qilib oqqarini bilib turib amal qilgan bir olimning, ya'ni bilib turib qilgan olimningki ibodati bilan abidningki ibodatning o'tirsida bir olimning ibodati ming abidningki ibodatidan eshib ketir Allohning nazarida. Demak, bu yerda shu aql idrogini o'z joyiga ishlatib, shuni Alloh bergan bu inonni, bu sovg'atni o'z loyig'ida iste'mol qila olgan odamningki ibodatining ne kadar go'zal bo'ladiganligi va uningga berilgan mukofotning ne kadar yuqori bo'ladiganligini biz buni ko'ra olamiz. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Endi ustoz shu yuqorida so'zlab o'tgandek sizlar shu 1000dan ortiq 1300 ga yaqin oyatlarda koinot haqida so'zlandi. Endi shu osmonlarning va zaminning yaratilishida qaramam deb nurg'ulagan oyatlarni albatta so'zlab kelsak vaqtimiz programmaga yetmaydi. Endi shu osmonlarning va zaminning yaratilishi haqida va boshqalarda tafakkur qilishning güzel axloq bilan nima aloqasi va mu'minning dunyoda ijtimoiy hayotida yashash şekilde degan shu savol so'rasa. Albatta buningki intayin zo'r zich munosabatlik. Buni axloq bilan tafakkurni yoki Allohga bo'lgan qulchilikni bir-biridan ayirishga bo'lmaydi. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilib, osmonlar va zaminning yorilishida, kecha kunduzning farqli bo'lishida mu'minlar uchun aql idroki joyida ishiltalaydigan odamlar uchun buningda intayin zo'r darsning borlig'i, nasihatning borlig'ini Alloh bizga eslatgan vaqtida
Allah subhanahu wa ta'ala bizni nimaga chaqirib qoladi? O'zining qudratini bizga eslatadi. Hamda shu biz Allohni o'zimizning eng qudratli bir zot ekanligini e'tirof qilgan vaqtimizda, uningga iymon etgan vaqtimizda biz mu'min bo'lamiz. Mu'min bo'ldik degan gap albatta Allohning bizdan kutgan buyruqlarini joyida amal qilishdan iborat bir bizdan kutilgan bir narsa bor. Endi bu buyruqlarni ijro qilishda bizdan talab qiladigan narsa nima desa, birinchisi biz Allohga rostchi bo'lishimiz kerak. Allohning bizning ustimizga yuklagan omonatning bizning bu majburiyatni to'g'ri ado qilishimiz kerak. Demak, har qanday bir mu'min Allah uchun o'zining hayotini bag'ishlagan vaqtida, Alloh ibodat qilgan vaqtida Allohningki qonun tuzumlaridan izlanadi. Xo'sh. Nimani Alloh buyurdi, nimani to'sdi. Masalan, hani buni tushunib yetgan vaqtida uni hayotiga yuzda ilib borgan vaqtida albatta shu axloqningki chaqiriqlari, axloqningki bu masalalar har qanday bir ibodat ustida shuning axloqi, buning adablari haqida o'ylanishga va uningga loyiq amal qilishga to'g'ri keladi. Masalan, bir odamning qilgan amal ibodati birinchi shart nima desa, ixlos bo'lishi kerak. Xo'sh. Ixlos bu axloqning go'zal bir talabi. Rostchil bo'lishi kerak. Bir odam amal ibodatini Allohga haqiqiy ixlos bilan qilmasa, chin dilidan rostchillik bilan, sodiqlik bilan uni ado qilmasa, u vaqtda u amalning hech qanday qimmati bo'lmaydi. Shunga mu'minning qilgan amali bilan munofiqning qilgan amalining osmondan farqi bor. Hadi rostchillik bo'lsa, islom dinida axloqning eng go'zal chaqirig'i payg'ambar alayhisolatu vassalamninki go'zal axloqi, masalan, payg'ambar bo'lishdan boshlab, uningdan ilgirki vaqtidami payg'ambar alayhisolamning eng go'zal axloqli kishi deb tunilishi neden desa, chunki u eng rostchildi, omonatdordi, va'dasiga vafo qiladi. Demak, albatta Alloh subhanahu va taolo mu'minlardan shuni talab qiladi. Biz Allohga rostchi bo'lishimiz kerak, Alloh qilgan va'damizni turishimiz kerak va shundaqla Alloh bizga Qur'oni Karimda o'zining va'dasi turadiganligini, Alloh subhanahu va taolo bandalarga rost muomala qiladiganligini, agar banda Alloh uningga yuklagan mas'uliyatni, buyruqlarni joyida ijro qilsa, Alloh subhanahu va taolo o'zining va'dasi turib, u bandasini kechiradiganligi, o'zining marhamatiga qabul qiladiganligi va jannatdan ularga mukofot beradiganligini Alloh bizga uqtirdi. Demak, bu axloq bilan ibodatninki, axloq bilan iymonninki bir-biri bilan ayirib etkili bo'lmaydigan, bir-biri bilan zich munosabat ekanligini biz mushundan bilib olamiz. Shunga butun koinotninki yarilishi bilan bizning axloqimiz intayin zich. Buni ayirib etkili. Agar biz Alloh subhanahu va taoloning koinotini tafakkur qilgan vaqtimizda, masalan, Qur'oni Karimda Alloh aytadi: "Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat." Masalan, aqllaysa bir hayvonninki, bir yaralgan bir maxluqninki yaralashiga qarab turib inson tafakkuri bilan, nazariyasi bilan buni qaraydigan bo'lsa, shu Alloh subhanahu va taolo qudratini tunib yetalaydi. Unda bo'lganki, buning bilan inson nimani, ya'ni axloq jihatdan buni qanday o'ziga bog'lay oladi deganda, shu insonning shu hayvon bilan bo'lgan munosabati. Masalan, eng aqllisi bir jonliq narsaga qanday yaxshi muomala qilishdan iborat. Bu bir insonning axloqi. Shunga bir jonliq narsaninki hayot xatarda qolgan vaqtida uni qutuldirish, uning yaxshilik qilish bo'lsa, garchi u hayvon insonga o'zi uyda beqishga ruxsat qilinmagan yoki nijosat yoki najis degan nopok deb tunilgan bir hayvon bo'lishidan qat'iy nazar, uningki hayot xatarda bo'lgan vaqtda uni qutuldirishning o'zi bir fazilat, bir axloq. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam bir nachar ayolninki, axloqi nachar bo'lgan bir ayolninki, gunohkor bo'lgan bir ayolning bir ishni ussizlikdan qutqizib qo'yganligi uchun Alloh subhanahu va taolo u ayolning gunohini kechirganligi haqida hadis bor. Demak, bu yerda nima deganda, shu ayolninki go'zal axloqi bu yerda. Shu bir hayotni qutuldirishdan iborat bo'lgan, bu bir eng go'zal bir axloq va shuni ham bir ibodat shaklida Alloh qabul qilib, u ayolning gunohini kechirgan. Chunki bu aqlni joyida ishlatgan odamlar uchun bu hamma narsani mujassamlashtiradi. Axloqni, u insonning axloqi go'zal bo'ladi. To'g'ri tafakkur qilgan odamningki axloqi go'zal bo'ladi. Xo'sh. Agar axloq go'zal bo'lmaydi ekan, uning tafakkuri to'g'ri bo'lmagan bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda lahum qulubun la yafqahuna biha. Ba'zi insonlar bak, ularning qalbi bor turib, yana uni to'g'ri narsani anqirolmaydigan, haqiqatni qabul qilmaydigan, haqiqatni tushunmaydigan, ko'zi bor turib, haqni ko'rmaydigan, qo'li bor turib, haqni anglamaydigan. Bunday insonlar bor. Demak, ularning tafakkursi asli ko'rsatilgan doiradan chetlab ketgan insonlar. Xuddi masalan bir odamga bir texnika o'rganib, uningda bir uskul orqali go'zal bir narsani yasab chiqish, go'zal shakllarni yasash, o'xshamagan ranglar bilan har xil narsalarningki bir ko'rinishni yasash bir alohidlik ega bo'lgan bo'lsa, shu o'rgangan bo'lsa, buningdan bu odam nurg'un narsalarni qilish orqali boshqalarni o'ziningki qila oladigan iqtidoridan boshqalarni qoyil qila oladi. Hadi bu odam shuning ustida izlansa, texmi taraqqiy qiladi. Ammo uni to'g'ri yo'lga ishlatmay, buni masalan
bir saxt pul yasash uchun ishlatsa, xo'sh. o vaqtda nima bo'ladi? O tafakkursini joyiga ishlatmagan bo'lib, boshqalarga ziyon selish yoki o'zining shaxsiy manfaati uchun boshqalarni halokatga olib berish yoki boshqalarningki nimasini foydasini xato foydalanish, boshqalarning hayotini xato foydalanish qilib boradi. O vaqtda bu xuddi Qur'oni Karimda aytgandek, bular aqlini joyiga ishlatmagan insonlarga keladi. Xo'sh, xo'sh. Demak, bu yerda bu odam ham axloqidan chetnab ketgan bo'ladi. Shunga iymon va axloq bu ikkisi bir-biridan ayrilib qolgan vaqtida ne iman to'g'ri bo'lgan bo'ladi, ne axloq insonning go'zal bo'lgan bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan deb o'tganlardek shu bir mu'minning ham haqiqatan shu butun koinotda osmon, zamin haqida ko'rmadimiz bu yerda ustozning gapiga endi shu butkul bu qadar buyuk bo'lgan ham uning ustiga shu fan texnikaning taraqqiy qilishi bilan bu oshkorlanayotgan narsalar, osmon, zaminlarningki butun masalan hujjatli filmlardagi narsalar bir inson biraz o'yinlab shunday qarasa bunchavala kuch, bunchavala intizom koinotga bekitilgan Allohning. Bir inson normal dindan xabari yo'q insonmi buning bekodan bekor bo'lib qolishi, aslida tafakkur qilishimiz, ya'ni bizning buning keynidagi kuch Allohni tunishimizga bevosita elib boradigan bir yo'l ekanda hamda bu orqali albatta biz Allohni texnik chunquralqa yo'q bu kuchning oldida, bu mohirlikning oldida koinotdagi har bir eng oddiysi qo'limizga barmoqlarimizni qarasaqmi, ya quloqlarimiz, ko'zlarimiz nega qarab bir 5 minut o'ylansa buning yaratilishidagi u qadar mohirlik, u qadar insonning har ehtiyojini qamdaydigan shaklda koinotdagi butun narsalar bizni buning keyindagi bir buyuk kuch, bu bekordan bekor bo'lib qolishi mumkin emas. Buning keyinida bir yaratquchining insonning aqlini Allah fitratdan iborat narsa bergan ekan. Shuningga ya Rabbim bir qudratli bir yaratquchi bor buningki. Hargiz bu narsalar tasodifiylik bilan o'zligidan bo'lib qolishi, buning mushunchalar millionlagan yillardan buyon o'z intizomini buzmay shaklda mengishi acaba mumkinmi degan savolni insonga qo'yib, u insonning haqiqat to'g'risida izlanishiga turtki bo'lgan gap. Agar u musulmon bo'lsa, Allohga iymon etgan, bu qudratning oldida yuraklari, qalblari titrab, Allohga bo'lgan iymon texinmak eshib, butun yurish turishi hamma narsada texinmak shu Robbini rozi qilishga markazlashadigan gapda. Shuning uchun bu axloq bilan tafakkurning bu qadar zik munosabati borligi buningdan bo'lsa kerak hamda qadrli ko'rmalarimiz. Allah subhanahu wa ta'ala mushunda har bir narsa tafakkur qilishga, o'ylanishga davomli qodatda haqiqatan iymonimizni kun sari kuchlantiradigan bir nihoyat zil nuqtalar bu. Ustozimda bu yerda bu ko'pligan Qur'oni Karimda bunday narsalarning chiqishi, masalan Qur'oni Karim ilm fan kitobi bo'lmasa, nima uchun bunchalar koinotga aloqador shu oyatlar bor Qur'oni Karimning ichida? Buningdagi asosli g'oya nima degan bir savol tug'ildi bu yerda. Javob berishdan burun yana bir narsani ko'rmalarimizni davosam, bu yerda hozir esim keldi. Hatta shu tafakkur qilganlik nuqtasidan kim tafakkur qilsa dunyo hayotidami g'alaba qildiganligini bilgan ko'z oldimizda ko'ryapmiz. Alloh shu koinotga bekitgan intizom, qushlarning, dengizdagi kitlarning ashning harakatlarini bilgan insonlar shu tafakkur qilib, o'ylanib, ashning qanday harakat qildiganligini eng inchki nuqtaga tekshirib, bugungi dunyoda biz ko'rayotgan butun fan texnika, aeroplandan tutun hamma narsa Allah yaratgan qushlarning qanday uchadiganligini, qanotni qanday qilganligini shuni tekshirgachga, shu o'ylangachqa uning mevasini bilgan insoniyat ko'rayotdi masalan. Shunday emas ustoz? Yani bilgan hayotimizdagi nurg'un narsalarniki. Endi oxiridagi shu savolimga bir javob berganmizlar. Endi demak buningda xuddi sizlar aytgandek, bu 21-asrning o'zini bir mo'jiza, bir asr deb qarasak, endi bu shu taraqqiyot, texnika, bu shu ilgirlash, hozir insonlikka ulgurib bo'lmaydigan darajada taraqqiyotlar bo'layotdi. Shu. Bu mu'min uchun bo'lganda Alloh subhanahu va taolaninki insonlarga bergan bu aql idrokning ne kadar yuksak, ne kadar ulug', ne kadar bu cheksiz bepoyon ilm mujassamlashgan va bu orqali inson tag'i xolis buningdan ko'p taraqqiyotlar erisha oladigan bir holatda ekanligini biz tunib yetdik hozir. Endi shu asrda yashayapmiz. Chunki bu tafakkur qilishni, shu narsalarga erishishga bizni elib borgan omil nima desa, bizning aql idrogimiz. Endi buni inson tushunsa, bu haqiqatan Allohning insonlarga ko'rsatgan inom qilgan bir mo'jizasi. Chunki xuddi Qur'oni Karimda biz
Allah aytadi: "Sanurihim ayatina fil afaq." Biz insonlarga bütün etrafda bizning paketlarimiz orqali amaliyat mush koinotda yuz berayotgan narsalar orqali bizning haqiqatga biz ularni chaqiramiz, biz haqiqatni ularga tunutamiz. Yani bu haqiqat nima desa Allah subhanahu va taoloning birligi va barligi, Allah subhanahu va taoloning qudrati, Allah subhanahu va taoloning insonlarga bergan in'om qilgan fazli. Mesela huvallazi sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Sizlarga biz bütün zimindagi barliq narsani sizlarga musakhkhar qilib berdik, sizlarga bo'y agdirib berdik. Buni sizlarningki oshkor va maxfiy nurg'un narsalar bor. Alam taraw anna Alloha sakhkhara lakum ma fis samawati va ma fil ard. Sizlar osmonlar va zaminning orasidagi narsalarning sizlarga qanchalik bo'ysundirib berilganligini sizlar qarab boqmamsizlar. Va asbagha alaykum ni'amahu zahiratan va batina. Sizlarga maxfiy va oshkor bo'lgan ne'matlarni Alloh berib o'tdi. Buning qarab boqmamsizlar. Endi buni shunchalik taraqqiyotga erishib turib, inson bu orqali o'zining dunyoligi uchun nimaga erishman desa erisha oladigan bir holatga ketib o'tadi. Hattoki insonlar hozir zamin bundan iborat bo'lgan bir planetni o'zi uchun bu oddiy ko'rib, biz bundan yaxshi bo'lgan bir planetni izlab shu yerda yashasak, balkim hayotimiz hozirgi yuz berayotgan kasallardan, vabolardan yoki boshqa qiyinchiliklardan texmi xotirjam, balki umrimiz texmi uzunroq yashash imkoniyati bo'lishi mumkin deb shuni izlanib ketib o'tadi. Ana bu shunchalik izlanishning ichida inson shuni o'zining asli g'oyasi bo'lgan, yarilishning asli g'oyasi bo'lgan shu haqiqat uchun mush aqlni, mush tafakkurni ishlashsavog'i, u inson hargizmi o'zining Alloh subhanahu va taoloning quli ekanligini e'tirof qilmay, Allohga iymon etmay yashashi mumkin emas. Xo'sh. Hadi bu bir qismi. Bu tafakkur qilishning insonni ilib boradigan shunchalik bir go'zal bir natijaga ilib boradiganlik bu amaliy isbot. Endi yana bir tarafidan qaraydigan bo'lsak, bu inson buni shu haqiqatini ishlatmay, o'zining shaxsiy manfaati uchun, kichikgina moddiy dunyoviy manfaati uchun buni qo'llanadi, lekin Alloh subhanahu va taoloning marhamatiga qaraydi. Yana Alloh shuningga yana bo'pti, sen shuning uchun ishlatsan bu foydalan. Bu aql idrokini qanchalik ishlataman desang, uning natijasi chuqur sana chiqadi, keladi. Ammo shuni unutmag'inki, buningdan oqibatda oxiratda chuqur so'roq qilinsa. Xo'sh. Har bir ne'matdan so'roq qilinsa degan ma'nosi insonga berilgan eng cho'ng ne'mat aql. Xo'sh. Sen buni joyiga ishlatmasang, o'zingning cheklik bo'lgan moddiy hayoti uchun ishlatib shundan cheklanib qolsang, sening asli g'oyang bo'lgan, asli yaralish maqsading bo'lgan ibodat qilish, Allohga haqiqiy qul bo'lish dan iborat bo'lgan bu haqiqat uchun buni qo'llanmasang, sen haqiqatan o'zing ziyonga ilib boruvchi bo'lib qolasan. Xo'sh. Degan narsalarni Alloh bizga aslidi. Va shundaqla Qur'oni Karimda bu nuqtalarga qaraydigan bo'lsak, ba'zida Alloh subhanahu va taolo birlik borligiga chaqiriq qiladigan, shunga tafakkur qilish chaqiriq qilgan oyatlar bo'lsa, ba'zi vaqtlarda ilgirki ummatlarning tarixiga nazar selish orqali shularni ko'ringlar, taraqqiy bu ilgir yashaganlarning hayotiga bir munazar safar qilinglar, ularningki asar atiqlari bor, ko'ryapsizlar dunyoda safar qilsan uni ko'rsizlar. Buningdan ibrat olinglar. Ular qayerga ketdi, qanday yashadi? Demak, bu hayotningki bir mangu hayot emas, bu dunyoga kelganlar bir tarafdan ketayotganligini, qanchalik taraqqiy qilib ketishdan qat'iy nazar, qanchalik kuchli bo'lib ketishdan qat'iy nazar, yana bu dunyo sen uchun mangu turadigan joy emas ekanligini o'ylangan. Va fi anfusikum, masalan, o'zingga qarab baq, afala tubsirun, qarab baqmamsizlar. Sen tug'ilgan vaqtida shunchalik ojiz, hech qanday bir narsaga kuching yetmaydigan, hattoki o'zingning tozaligini qilolmaydigan, to'singni ichib qolsa, non, suv deyolmaydigan bir holatda dunyoga kelding. Shunchalik ojiz. Allohullazi xalaqakum min da'f. Shunchalik ojiz yaratdi. Undan keyin Alloh seni tadrijiy holda sana shunday kuch-quvvatlik, aql idroki joyida, nimaga hattoki oyga chiqaman deb chiqalaydigan shunday bir kuch-quvvatni Alloh sana iroda qildi, badi. Endi yana qaraydigan bo'lsam, tadrijiy bu kuchingmi yana ma'lum vaqt o'tganda ojizlab, yana xuddi kichik balalik vaqtida ojiz bo'lib qolgandek yashangan siri, undan keyin aqlningki ojizlashishi, tafakkurning ojizligi, badaningki o'zingning moddiy hayotingning qanchalik ojizlab ketirganligini qarab baqsang bo'ladi. Mana bu hammasi inson tafakkur qiladigan narsalar. Ana bu haqiqat shunchalik aniq, xuddi kun, quyoshni hech kim inkor qilolmagandek, 14 kunlik to'lin oyni hech kim inkor qilolmagandek bo'lgan shunday bir aniq faktlar ko'z oldimizda turibdi. Endi bu yerda bir nuqta, eng muhim bo'lgan nuqta, Alloh subhanahu va taolo o'zining hidoyatini nasib qilmagan insonlar, u faqat moddiy ko'zi bilanla o'zining moddiy hayot uchun narsalarni ko'radi, shuni manfaatlanadi. Ammo eng asosli bo'lgan haqiqatdan yana shunday faktlarni ko'rib turibmi, yana uning ko'zini yumib oladi. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Chunki bu haqiqatan insonning qarg'u qilishi, bu ko'zining qarg'ulishi emas, qalbning qarg'uligi. Shunga bu nimadan kelib chiqadi desa, bir narsaga qattiq berilib ketish. Bir narsani qattiq yaxshi ko'rib ketishning o'zi, qattiq muhabbat, qattiq sevgi, eng yuksak darajadagi sevgi insonni qarg'u qilib qo'yadi va gaz qilib qo'yadi. Shunga bir narsani qattiq yaxshi ko'rib ketgan inson, uning zihnining qanday bo'lishiga parvo qilmaydi.
Mesela hozirgi yoshlarımizga qarab boqaylik. Yosh avlodlarimizga qaraylik. Qanchalik o'zi bexudlarcha o'sha o'yin nimalarga to'r bilan o'ynaydigan o'yinlar deymiz. Qo'ldagi telefonlar orqali o'ynaydigan o'yinlar deymiz. Garchi ularga shunchalik ogohlantirilsa, buning ko'zga yomonligi, buning badaniga ziyonliq ekanligi, salomatligiga ziyonliq ekanligi qancha deyilsa-mu, ular parvo qilmasdan shuning ichida endi davom qilmoqda. Nima uchun deganda, chunki ular shunchalik unga berilib ketgan, shunchalik yaxshi ko'rib ketgan. Agar ular haqiqiy tafakkur qilsa, buningdan hech qanday natija chiqmaydiganligini ham biladi. Ba'zi cho'lponlar uchun o'zining hayotini qurbon qilayotgan insonlar bor. Masalan bir to'pchi, bir to'p ugan bo'lsa, bir golga, shuning uganligi xush bo'lib, xushalligidan yuragi yelib ketgan odamlar bor. Amaliyotda o'zini o'ylab taqadigan bo'lsa, u cho'lpon uningga tutgan mukofotini ya bir so'm bermaydi. Yoki u orqali uning hech qanday bir zarrachilik modda uning manfaati yo'q. Lekin nima bu insonni shunday qilayotgan desa, shuningga bo'lgan xolis bir so'ygi. Tasavvur, o'zini tasavvur qilmaydigan. Aslida bu so'ygi, bu muhabbat go'zal narsa. Agar biz buni o'z joyiga ishlatadigan bo'lsak, uni bizni yaratgan Robbimizningki so'ygisiga aylantirib olsak, bizga bu haqiqatni, bu go'zal yo'lni, bu saodat yo'lini akagan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki muhabbatiga buni aylantirib olsak, u vaqtida bu qarg'ulochi so'ygi emas, bu haqiqiy so'ygiga aylangan bo'lib, u vaqtida biz ham o'zimizni, dunyoligimizni, ham oxiratligimizni biz g'albaga erishtirgan bo'lardik. Hadi mana mushu jihatlarda Alloh bizga bergan aqlni joyida iste'mol qilinmaslik yoki iste'mol qilgan vaqtda ba'zida men haqiqat uchun izlandim deb turib, o'ziningki maqsad qilib qo'ygan. Men buni natijani olsam bo'ladi deb ham cheklik bir narsa uchun azmi aqlni ishlatadi. Tafakkur qiladi, munozara qilib boqadi. Ammo maqsadi nima desa, haqiqat uchun emas, faqat o'ziningki orzu qilgan bir natijasiga erishish uchunlar. Shuning bilan bu eng uchuq bo'lgan haqiqatlarga bu qarshilik tap tortmasdan, ikkilanmasdan haqiqatga qarshi tura oladigan, aymanmaydigan shunday bir holatlar shakllanadi. Shunga bu Alloh subhanahu va taoloning bizga inom qilgan bu aql, idrok, tafakkur qilish bu xususiyat. Bu orqali Alloh subhanahu va taolo bizni hattoki farishtalarni aziz qilgan. Biz buni qadrlaydigan bo'lsak, buni o'z joyiga ishlata olsak, bu orqali biz Allohning go'zal sifatlarini tushunsak, har bir oyat o'qigan vaqtimizda bunga tafakkur qilsak, xuddi Qur'oni Karimda Alloh afala yatadabbaruna al-Qur'an. Bular Qur'onning uslubida o'ylanmamdi, tafakkur qilmamdi degan bu chaqiriqqa biz haqiqatan bo'ysunib turib, xuddi masalan Ramazon oyida chuqur men Qur'onni bir qatam xatm qilishim kerak deydigan nurg'un musulmonlarning orzusi va amaliyotda boshlab hozir masalan yerimini Qur'onning yerimini tugatib bo'ldi. Ammo shuni o'qiyotgan jarayonda bir oyat ustida to'xtalib, bu oyatning mazmuni nima? Bu oyat mendan nimani talab qilyapti? Xuddi Alloh menga bevosita xitob qilyapti degan bir ishonch bilan, bir tushuncha bilan, bir tuyg'u bilan buni o'qiydigan bo'lsak, u vaqtida u oyatningki go'zalligini biz tasavvur qila olmaymiz. O oyat orqali bizning qalbimizga beriladigan huzur, halovat, bu go'zallikni inson tasavvur qilib bo'lmaydi. Ammo biz uzak o'qiymiz, yodlaymiz, Qur'onning oyatlarini, suralarni bilamiz, uzak o'qiymiz, namozlarda imomning keyinida turib, masalan 20 rakat tarovihimizni shunda o'qiganligimizni ko'rsam bunimiz yo'q, lekin haqiqiy lazzatni biz topmaymiz. Chunki bizda oyatlarning ustida tafakkur qilish, mazmunini tushunishdan sir bu oyatningki men bilan, mening hayotim bilan munosabati nima? degan nuqtada o'ylanmaslikni o'zi bizning aqlimizningki tafakkurimizni o'z joyida joriy qildirmaganligimizni ko'rsatadi. Chunki biz Alloh subhanahu va taolo albatta bu vaqtda Allohning yordam so'rashimiz kerak. Aql idrogimizni Allohning berganligiga bir tarafdan shukr qilsak, yana bir tarafdan buni o'z joyida ishlatishga Allohdan yordam so'rashimiz intayin muhim. Xo'sh. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Nayet yaxshi, go'zal eshib bana ko'p rahmat aytamiz. Müşahede ahırlaştırsak programımızda. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 11-sonimiz mı? Shundan bilan ahırlaştırsak. Haqiqatan so'zlab o'tilgandek tafakkurning qanchalik hayotimizga zo'r ta'sir ko'rsatganligi, yurish turishimiz, hamma narsamiz, Allohga bo'lgan iymonimiz buningga qanchalik zo'r ta'sir ko'rsatganligini tushunib o'tdik. Va bu tafakkur orqali haqiqatni to'nib turib, Rabbimizga bo'lgan shu yuksak muhabbat bilan qilingan har qanday amal tuyg'usiz holatda mundalik qilib qo'ygan har qanday katta amaldan ortiq bo'lganligi. Chunki biz tuyg'umizda Rabbimizga bo'lgan qalblarimiz shuni seg'inib, shuningga bo'lgan muhabbat bilan qilindi tafakkur orqali davomli tafakkur qilgan mu'minniki
hayatı başqacha bo'ldi qadrli ko'rganlarimiz. Uning iymonning lazzatini davomli tetib tura olamiz. Rabbimizning qudratini davomli his qilib turganligimiz uchun har bir narsada amaliyotda koinotdagi atrofimiz qargan har bir narsa bizga xuddi bir qumliqda to'yga mangan bo'lsa, to'ygining izi biz to'ygini ko'rmasakmi, shu izlar bu shu yo'ldan to'ygining o'tganligini ko'rsatganda koinotdagi har narsa eng kichik maxluqdan tortib eng cho'ng'igacha uning bir buyuk yaratquchisi bor ekanligini bizga untinsiz holatda turib anlatadi aslida. Mening bir yaratquchim bor inson. Mening keynimdikini ko'r. Bu oldingdagi bu manzarani buningga ayrat og'zini ochib qolma buningga. Sening og'zingni ochirib qo'ygan shaklda meni yaratgan bir yaratquchi bor. Shuni o'ylagan deb aslida bizga hamma bu ishoratlar shu Rabbimizning tunishning yo'llari bu aslida. Buni to'g'ri shaklda ishlatgan asosda iymonimiz davomli yuksaltib, iymonimizni kuchaytirib, Rabbimizga bo'lgan sig'inish, muhabbat bilan, haqiqiy hurmat tuyg'usi bilan qilingan eng kichik ishmi? Bir lira yoki qanday bir ashinchi sadaqami? Bu tuyg'u bilan qilingan sadaqa millionlab tuyg'usiz holatda qilgan narsamizni eshib ketish kerak Allohning oldida. Shunga bu hayotimizdan tafakkur masalasini, o'ylanish masalasini asla ayirmasligimiz, yiroq tutmasligimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala bizni har bir amallarimizni bu tuyg'uda qilishga muyassar qilishni Allohdan to'g'rilik bilan so'raymiz. Alloh umr bersa, ati boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء